Qani, bismillah. Voy! Do'stlar, Toshkentda Jizzax somsani yaxshisi qayerda tayyorlanishini bilasizlarmi? Sergeli hokimiyatining oldida joylashgan Jizzax milliy taomlarini ko'pchilik biladi. Endi ular Qumariqda ham ikkinchi filialini ochdi. Bu joyi fishkasi Jizzax somsa. Jizzax somsani yoqtiradiganlar hozirdan videoga like bosib qo'yinglar. Somsani kattasi 48 ming so'm, kichkinasi 38 ming so'm. Lekin ko'rinishda unaqa katta farq sezmaysizlar. Farq faqat nachinkasida. Ko'rib turganingizdek somsani ichi to'la go'sht, sho'rvasini oqishini etmasa ham bo'ladi. Go'shtlari xil-xil bo'lib pishgan, juda ham silliq o'tib ketyapti. Endilikda Jizzax somsani Jizzaxga borib, mana shu yoqqa kelib maza qilib yesanglar bo'ladi. Undan tashqari bu yoqda tirik baliqlar ham bor. Zakaz berganingizdan keyin shunaqa sveji, tilloring qilib pishirib olib berishadi. Tak что bu yoqqa nafaqat somsaxo'rlik, balki-da baliqxo'rlik qilish uchun ham bemalol kelishinglar mumkin. O'tirishga xohlasanglar tashqarida, xohlasanglar ichkarida общий yoki-da banket zallari ham bor. Bu joyi manziliga keladigan bo'lsak, Qo'yliqdan Kevrishda Qumariq mostiga yetmasdan 10 qo'lda Shodiyona to'yxonasining yonida joylashgan. To'liq lokatsiya bo'lsa Telegram kanalimda